o'tirib ko'rsa bo'ladi. Bemalol. Oh, Xalqimiz mehmondo'st bo'lgani uchun hamma narsani xohlasam sotib olsam bo'ladi. 200 xildan oshiq mebel turlari bor. Mana bu narsa meni e'tiborimni tortdi. Qara ko'r. Savlat mebelda nechaga yaqin xodimlar ishlaydi aka? 100 mingtami xodim bor. Xo'p, Oybek aka, mana shunda ikkinchi qavatga chiqib kelyapmiz. Kecha etajga chiqib keldik. Mana bu yerda bizda resepsiyon kutib bu yerda xodimlar o'sha kelgan mijozlarga xizmat ko'rsatishadi. Aha. Bu yer ham o'sha 500 kvadratga yaqin. Bu yerimiz shunda mebel showrumi. Bu yerda tayyor mebellar sotamiz. Asosan bu yerda stol stullar va yumshoq mebellar, penal, pad TV shunaqa narsalar. Juda ham zo'r. Mana o'zi ko'ryapman, uzoq holatda ketyapti. Hozir videomizda bu tomondan olingan kadrlarni qo'yib yuboradi operatorimiz. Juda ham chiroyli holat. Bizga yaqinda mana bunaqa eksklyuziv, chet ellarda ko'rgazmada eksklyuziv stollarni olib keldik. Mana bu joyimiz juda ham noodatiy. Endi odamlarga ko'proq shu haligi noodatiy narsalar qiziq aslida bor-ku. Shunaqa. Qolgan mebeldan ko'ra shunaqa. Tushunarli. Noodatiy bu juda ham. Bu hozir shunda tabiiymi aka? Tabiiy. Yog'ochlar tabiiy. Simanadan tayyorlangan. Bu ofislarga, mehmonxonalarga yoki kafe, restoranlarga qo'ysa ham bo'ladi. Hozir mana premium kafe, restoranlarga boshqacha muhit qilish uchun shunaqa narsalar ko'proq foydalaniladi. Shu qo'l bilan his qilib ko'rinsa ham juda ham ko'rasiz. Ya'ni odamlar haligi har doim ko'rgan narsalardan borgan zerikibdi. Tushunarli. Yumshoq mebellar o'zimizda ishlab chiqarilgan bular. Xo'p aka, mana shu narsani men internetlarda ko'rdim. Bu o'ylashimcha eng premium, eng yumshoq narsalardan bittasi. Buni nomi nima deyiladi aka? Mana bunisi Bimbek. Bunisini endi bilmayman nomini. Bu o'zi yaqinda chiqdi. O'sha protsessdan polni chiqilgan. Men protsessdan chiqqanman. Men misol hozir bu narxini ham bilmayman. Xodimlar bilishadi. O'tirib ko'rsa bo'ladi. Bemalol. Men ofisga mana Bimbekdan oluvdim, lekin bu o'sha Bimbekdan 3x yaxshiroq ekan. Buni almashtirib olasiz. Juda ham zo'r. Ko'ryapman o'sha mana juda ham o'zgacha, juda ham did bilan tanlangan mebel namunalari bor ekan bu yerda. Shunaqa. Xo'p aka, bu yoqda qanaqa mebellarimiz bor? Mana bu yoqda stol stullar bor. Endi bilasiz bizda asosan baribir xalqimiz mehmondo'st bo'lgani uchun mana stol stullar bu klassik uslubdagi mana bu o'sha minimalizmga yaqinroq uslub. Yong'oq tarafdan tayyorlangan stol stullarimiz. Juda ham tabiiy, juda ham premium holatda ko'rinar ekan. Shunaqa. Juda ham zo'r. Mana alohida mana bunaqa narsalargacha qo'yib qo'yilgan. Endi hozir sal dekoratsiya qilib odamlarga tasavvur qilish uchun qilsangiz, mana bizda dekorlar bor. Juda ham katta assortimenti. Hozir bularni shunda hamma narsani xohlasam sotib olsam bo'ladi. Ko'zingiz ko'rib turgan har narsa sotiladi. Tushunarli. Juda ham zo'r. Savlat mebelda do'stlar kerakli hamma narsa bor. Uydagi shunaqa ko'rib turgan narsalar uylarga ham xuddi shunaqa o'rnatsanglar bo'lar ekan. Juda ham zo'r mana bu jihatlari. Xo'p aka, bu yerda necha xildan ortiq mebel turi bor edi? Showroomimizda obshi bir endi bilmayman, hozir aniq raqam aytishim qiyin, bir 200 xildan oshiq mebel turlari bor. Dekorlar bilan qilsak, menimcha bir 1000 dan oshib ketsa kerak, 500 atrofidami? Qoyil. Juda ham neobычный mebellarimiz bor ekan. Xo'p, endi bu yerda aka sizga eng yoqadigan mana mягкийlarni ko'ryapmiz. Eng yoqadigan mягкий qaysi biri sizga mebellarning? Endi menga hammasi yoqadi. Bizga tezroq shu sotilgan hisobli qo'pol qilib gapirganda, lekin menga ko'proq yoqadigani biz o'zimiz bir maxsus yechim qilganmiz. Ya'ni bizga kelib mijozlar har bir narsa mijoz og'rig'idan kelib chiqadi-da. Kimdir stol stulni xush ko'radi mehmonxonasiga. Kimdir yumshoq mebelni yoqtiradi. Biz shunga ajoyib yechim qilganmiz. Instagramda ham juda ko'p prosmotr olgan bu video. Endi bizning xalqimiz mehmondo'st bo'lgani uchun mana shu mebelni ham alohida e'tirof etsa bo'ladi mana. Buni shunaqa qilganmiz. Mana bir tarafida stol stul, bir tarafida yumshoq mebel. Stol stullari. Bu tarafda stol stul bor, hali bitib chiqmadi bu. Bitish jarayonida. Mana shunaqa stul bo'ladi. Bu bir tarafga qilinadi. Bunga bir 20 ta odam ketadi. Endi katta kichiklar buni xohlagan razmerda qilib olamiz. Buni aka, bunaqa stollarni, bunaqa uzun stollarni tasavvur qila olmayapman. Odatda kimlar oladi buni?
Ya'ni Bu juda 20 xil 20 ta inson bor, oilalar bormi? Ay, misol uchun bizda mana hovli uylarda asosan zallar katta bo'ladi bilsangiz. Ha. 8 metr, 10 metr, Ha, 15 ha. metrgacha zal qiladi odamlar. Shunaqa qo'yadi. Buni kichikroq razmerda, deylik misol uchun bir 6-7 metrli zallarga ham buni xohlagan o'lchamda qilib bera olamiz biz. Ha, tushunarli, tushunarli. Shunga juda ko'p sotiladi. Mana shu ham katta ehtimol bilan mijozlarimiz buyurtmasi bo'lsa kerak. Ha, uje sotilib bo'lingan. Sotilib bo'lingan katta ehtimol bilan. Tushunarli, zo'r. Mana u narsa meni e'tiborimni tortdi. Qara ko'rsanglar bo'ladi. Bu Ha, nima bu- aka bu? Kecha istoriya qo'ygandim, bu yangi aksessuarlar keldi. Hozir bir ko'rsatib o'taylik uni ham. Hali uni terish jarayonida sal bardaroq-ku, Aha. lekin baribir ko'rsatish kerak buni. Xitoydan juda ham luxury bo'lgan maxsus aksessuarlardan olib keldik. Mana Ko'rishinglar mumkin do'stlar mana. hozir mana bu kattaligini. ofis mebellarimiz boshqa yoqqa chiqaryapmiz. Ha, o'shaning uchun ozgina Ha, tartibsiz. shunaqa sal tartibsiz. Hozir bularni olib chiqib ketib, bu yerga polni shunaqa noodatiy mana bunaqa narsalarni qo'yamiz. Buning ichida endi rasmlar bor, Ha. kamenlar bor, har xil narsalar bor mana. Bular hammasi o'sha toza nerjivikadan yasalgan. O, Luxury uslubdagi bularning toshlilari bor. Ha. Bularni tez kunda videolarini qo'yamiz. Tushunarli, juda ham zo'r, juda ham zo'r. Mana bu narsalar ham anchagina mehnat asosida Ha, qilingan. bular ham Xitoydan kelgan bular. Tushunarli. Ko'pi. Zo'r. Xo'p, aka, hozir mana ularni qayergadir chiqib ketyapti dedingiz. Shunda bular sotilganmi yo boshqa joyga ko'chilyapti? Yo'q, narigi betimizda mana Savlat mebel shuni ro'parasida ofis mebel uchun alohida showroom qilyapmiz. Ha, yana Premium alohida showroom klassdagi qilyapsiz. kattaroq assortimentdagi showroom qilyapmiz. Endi nima qilasiz? Kengaygan joy yetmay qolar ekanda, mebelga katta joy kerak. Hozir do'stlar, mana shu holatda 3 qavatli mebel showroomi уже yana kengayishga ehtiyoj Ha, bor. endi shunaqa davr talabi. Odamlarga hozir hammaning tabi har xil noz bo'lib ketdi. Ularga iloji boricha ko'proq assortiment ko'rsatishga majburmiz. Mana bu etapda shunaqa. Bu etajda endi 3-etajda yotoqxona garniturlari bor. Tushunarli. Ularni ham ko'ramiz, ha? Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Tushunarli. Xo'p, juda ham zo'r. Oybek aka, hozirgi holatda Savlat mebelda nechaga yaqin xodimlar ishlaydi aka? Hozir xodimlarimiz 50 dan o'tdi. 50 tadan o'tdi. Ularni hozir ishlatishga qiynalmaysiz, 50 taga yaqin xodimni. Ya mana biznes boshlanishda endi bizniki ham unaqa katta biznes emas, kichik biznes-ku, lekin xodimlar qaysidir darajaga yetgandan keyin ishlar hammasi taqsimlangan. Mana magazinga alohida javobgar odam bor, Ha. furnituraga alohida javobgar odam bor, Ha. xomashyoga alohida odam javob bor, sexga alohida javobgar odam bor. Ha. Endi elita bilan gaplashmaymiz. Bir anaqa yaqinda bir intervyuda ko'rgandim. Juda ham katta supermarketlar tarmog'i bor ekan. 100 mingtami xodim bor ekanda. 100 ming. Ha, 100 mingtadan o'sha xodim bor ekan dunyoda. Ha. 100 eng katta boshlig'iga 100 mingtadan xodimni qanaqa boshqarasan desa, men 100 mingta odam boshqarmayman, men 5 ta odam boshqaraman. Ular orsidagi yana qanchadir odam boshqaradi. Ular orqasida shunaqa deb tizimlashtirish kerak, boshqa oson bo'lish uchun. Tushunarli. Mana shuncha gaplashdi. Mana ish yuzasidan deyarli telefonim jaringlamaydi. Chunki har bir sohaning o'zini javobgar odamlari bor. Judayam Ofisda ko'rsataman, ular nazorat qilib o'tiraman men. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Savlat mebel haqiqatda men Namanganning ko'p showroomlariga kirganman, lekin bunaqa assortiment, undan tashqari bunaqa sifat va haqiqiy estetika did bilan yondashilgani juda ham zo'r. Chunki shunoq kirganinglarda o'zingizlarni haqiqiy premium holatdagi uy muhitiga tushib qolar ekansizlar. Oybek aka, bunga ham o'zingiz yechim qilganmisiz yo mutaxassislar mana shu holatga olib kelganmi? Endi bizda shu katta muammo, mutaxassislar ham kam. Yo biz bilmaganmizmi, qanaqadir mana mebel ishlab chiqarish maktabi yo'qda. Biz shunga harakat qilyapmiz, o'zimiz qo'ldan kelgancha shu maktab yaratishga. Ya'ni ko'plab hamkasblarimiz bor, biz ko'rishib gaplashib turamiz, uchrashib turamiz, ustozlarimiz bor. Lekin bu yerga mutaxassis jalb qilmaganmiz. Shu o'zimizning g'oyalarimizdan kelib chiqib, o'zgartirib shu holatga kelgan. Tushunarli, juda ham zo'r. Xo'p, endi qayerga yo'l olamiz? Endi 3-etajda yotoqxona mebellarini ko'rib chiqamiz. Tushunarli. Mana biz 3-etajimiz. Bu yer ham 500 kvadrat. Bu tomonda bizni boshqaruv ofisimiz bor. Bu yerda asosan biz buyurtma yo'nalishda ham ishlaymiz. Buyurtmachi mijozlarimiz kelib, bu yerda loyihalashtirib, bu yerda ham o'sha balki xodimlar bordir hozir. Kirsak bo'ladi. Mijozlarimiz ham bor ekan. Bu yerda mana loyihalashtirib mijozlarga ko'rsatamiz-da.
Aha. keyin ishlab chiqarish jarayonlariga beramiz. Tushunarli. Bu yerda faqat buyurtma sohasida ishlanadi. Bu yerda sohada ishlaymiz bu yerda. Juda ham zo'r. Bu tarafda ofisimiz bor. Buni ham hozir Buni- ko'ramiz. Alohida eksklyuziv. Ko'rsatamiz. Bu yoqda mana yotoqxona mebellari. Biz buni mana o'sha hamma yaxshi ko'radigan shiponni birinchi kirish qilib qo'yganmiz. Mana shipon. Buni farqi mana tabiiy yog'ochdan foydalaniladi. Ha. Tabiiy mahsulot. Ko'rinishi ham juda ham bir did bilan qilingan, juda ham Shunaqa chiroyli mana holatda. urflar o'zgaradi, model o'zgaradi, lekin shifon baribir odamlarni jalb qiluvchi qoladi. Buni endi buni tushunadi. Tushunarli. Oybek, endi sizga soha egasi bo'lganingiz uchun savol bermoqchiman. Nimaga insonlar mana shu teksturani, deylik, mana shu narsani arzonroq materiallarda ham yoki xuddi mana shu vidni bersa bo'lgan taqdirda ham nimaga qimmat shipondan qildiradi? Chunki bu mana har bir narsa insonni barmog'iga o'xshab eksklyuziv bu. Ha. Faqat sizda bo'ladi mana shu tekstura, faqat siz mana shu joyda bo'ladi xolos. Qayta takrorlanmaydi bu narsa. Ha. Mana bu joylar tabiiy yog'och ishlatilgan. Menimcha eng katta sabab tabiiylik. Tabiiy narsa, mana tosh, yog'och, shunaqa tekstura insonni tinchlantiradi. Ha. Shuni hisobiga bo'lsa kerak. Tushunarli. Menimcha javob oldim. Juda ham zo'r. Mana buni har bittasini mana konsepsiya qilib qo'yganmiz. Mana uyda qanday turadigan bo'lsa, shunaqa qilib harakat qilganmiz joylashtirishga. Mana har xil turdagi mebellar. Ya'ni har bitta inson kelib turib o'zini xuddi alohida yotoqxonada his qilsa bo'ladi. Shunaqa mana ilgari ko'p ko'rardik biz o'zimizda ham mana bunaqa xato. Buni chet ellarga borib biz qildik. O'tirmang, tegmang deb qo'ygan narsa bo'ladi-ku. Bizda ham bir vaqtlar shunaqa bo'lgan, olib tashlaganmiz. Chunki inson o'tirib ko'rib, his qilib, как uydagi o'tirib ko'rsa, keyin sotaveradi bu narsani. Menimcha hozir ko'p bozorlarda bo'lishi mumkin. O'tirmang, tegmang, iltimos tegmang deb yozib qo'ydik-ku. Bu narsalar mumkin emas. Chet ellarda bunday xohlasangiz yotib ko'ramiz. Xohlasangiz kelib yotib ko'rib, shunaqa qilamiz. Bir xil vaqtlarda ya'ni o'zi savdoda ikki tomon yutish kerakda. Men o'sha rahbar sifatida shu narsaga qattiq talab qilaman xodimlardan ham. Mijoz ham yutsin, biz ham yutsin. Olgan narsasiga rozi bo'lib pul bersin. Ya'ni ruscha довольный deb qo'ydi-ku. Shunaqa deb qo'ydi. Kerak bo'lsa olib borib uyda foydalanib ko'rsin. 1-2 kunmi, 3 kunmi. Mobodo yoqmay qoladigan bo'lsa, ya'ni qalbida zarrachalik afsuslanish bo'lmasin deb harakat qilamiz. Tushunarli. Afsuslanish bo'lmasinki, mijoz ko'rib, yoqtirib olsin, narsa qilsin. Ya'ni biz Instagram rivojlanib qo'yib O'zbekiston bo'ylab sotamiz-da. Ba'zida Qirg'izistonga ham mahsulot sotib turamiz. Mijozlarga nima deymiz? Biz mahsulotimizga ishonganimiz uchun aytamizki, siz pulni to'lamang. Biz olib borib o'rnatamiz. Yo'qsa pul beramiz. Chunki baribir yoqmasa qaytib keladi. Yo'qmasa qaytarib olib kelamiz. Hali shu vaqtgacha qaytarib olib kelgan bo'lmadi. Qaytarib olib keldi, boshqa modelga almashtirish bo'ldi. Lekin Xudoga shukr, birorta haligi bizni bir mahsulotimizni qaytarib, endi kamchiligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Kamchiligini bartaraf qilib beramiz. Ya'ni mahsulotimizga ishonganimiz uchun bemalol mahsulotni sotamiz. Zo'r. Bu taklifni menimcha hali endi sizdan eshityapman. Juda ham. Ya'ni asosan shunaqa qilib ketdi. Ya'ni ikki tomon ham yutish kerak, boya gapim chala qoldi. Biz ham mahsulotimizni sotib foyda qilishimiz kerak, insof darajasida va mijozlarimiz ham olgandan keyin buni yillab xizmat qilish kerak. Ya'ni o'sha mebel oldimi, o'sha muammosi hal bo'lishi kerak. Bor e'tiborimiz, bor texnologiyamiz, bor harakatimiz shu narsaga qaratilgan. Tushunarli. Bu yerdagi matraslarni ko'ryapman. Matraslar bo'yicha ham ishlanadimi? Matraslar ham bizda hamma turdan bor. Mana buyurtma asosida ham bor, omborimizda ham nalishi bor. O'sha bir xil yumshoq matraslar bor. Aslida yumshoq matrassi ham o'zining odami bor. Bir xil haligi belda grejasi borligi o'ta yumshoq matrasni tavsiya qilinmaydi. Bunga qarab mutaxassislarimiz o'zimiz tavsiya berib, kimga qanaqa ketishdan qarab turib tavsiya qilamiz, sotamiz. Tushunarli. Xo'p, sizga endi bitta savolim bor mana shu qavat bo'yicha. Bu yerdagi eng qimmat, hozircha eng qimmat yotoqxona mebelimiz qaysi biri va qancha turadi? O'sha boshdagi shipon mebelimiz boshdagi 30 million atrofida turadi. 30 million. Shkafi bilan divani. Shkafi, divan hammasi. Endi haligi biz asosan o'rta segmentga o'qiganmiz. Juda haligi eng qimmatlari bizda hozircha undan buyurtma asosida olib beramiz. Biz asosan o'rta qatlam o'sha o'zimiz ham o'rta anaqa bo'lganimiz uchun
hamma narsa o'rtasi yaxshi deb o'rtasini siz qilganmiz. Juda arzon ham deya olmayman. Ha. Chunki juda arzon qilsangiz sifatsiz bu bo'lishga sabab bo'ladi-da. Shunaqa. O'rta narxdagi mebellar bu yerda hammasi. Tushunarli. Bu yerda adashmasam nimadir qurilish jarayoni. Bu yerda o'zi mana yangilik qildi, buni qo'yamiz videosini, bu eksklyuziv. Odamlar buyurtma mebel qilib, ko'p mana bilasiz-ku, mebelchilar mashina boshqa. Bu yerda eksklyuziv qilyapmiz. Bu yerda o'sha Lego ko'rinishdagi mebel qilyapmiz. Deylik, sizda 1 metr joy bor. Aha. 1 metrga shkaf kerak. Mana 1 metrni olasiz. Aha. 1,5 metr bo'ladigan bo'lsa, bluz qo'shiladi. 2 metr qiladigan bo'lsa, 50 sm qo'shiladi. Bular har bittasi alohida. Bu tagida g'ildiragi bo'ladi. Hali qo'yilmadi. Buni terish jarayonida buni ko'rsatamiz keyin. Ya'ni shunda uyumni razmeriga qarab turib bemalol joylashtirib 50 sm qo'shilaveradi. Ha. Xohlasangiz 1 metr oling, xohlasangiz 1,5 metr oling, xohlasangiz 2 metr oling, xohlasangiz 3 metr oling. Har bir 50 sm qo'shilaveradi. Ya'ni siz buyurtma qilib uni 5 kun, 10 kun kutib, asabingiz biz o'tirishingiz shart emas. Bizda omborimizda tayyor turadi bu Lego usulida. Olib borib xohlagan joyingizga qo'yaverasiz. Buni har xil turlari bor. 2 xil, 3 xil turi bor. Ya'ni ranglarini ham o'zgartirishingiz mumkin, mana fasadlarni o'zgartirishingiz mumkin. Bu hozir shuni joyingizdan kelib chiqib konsepsiya qilamizda, xohlasangiz oynali, xohlasangiz oynasiz, xohlasangiz ochiq turib tirveraveramiz. Omborimizda tayyor turadi. Ha. Shuni 1 kun ichida, 2 kun ichida endi agar uстановkamiz ko'p bo'lmasa, olib yig'ib beramiz. Tushunarli. Hozir endi bitta savolni berib ketmoqchiman. Mana shu garderobga to'xtaganimiz uchun. Bu qanaqa qilib ochiladi hozir aka? Men ochish shunaqalarini. Hozir buni hali ruchkasi qo'yilmagan. Bu yerda ruchkalar bo'ladi. Aha. Buni 2 xil turi bor. Ruchkaligi bor, ham ruchkasi turi ham bor. Buni haligi ekskavator, tirlaybizga o'xshab ochiladigan versiyalari ham bor. Bularni ham kuzatib tutsani qo'yamiz. Tushunarli. Instagram, o'sha ijtimoiy sahifalarimizda. Tushunarli. Bu yerda spalni mebel adashmas. Qarang, boyaginda bizda tish musulmon ko'rsatdik-ku, tishish. O'sha tishish uskunasi ham o'zi 70 ming dollar turadi-da. Usiz ham qilish mumkin, lekin mana fabrika mebellarini asosiy farqi mana shu joyda bilinadi mana. Biz bunga shurp ishlatmaymiz yig'ishda. Hammasi boltgaga eksentrik bilan yig'iladi. Shunisida farq qiladi. Upakovkada bo'ladi. Mebellarim upakovkada boradi uyingizga. Ya'ni upakovkada akkuratni borib, akkuratni yig'ib beriladi. Mana bu tarafda bizning eng trend mahsulotimiz bor. Buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Adashmasam 2 qavatli, 2 qavatli anaqa kravat bolalar uchun. Bolalar uchun mana. Bu hozir mana parta holatda turibdi. Aha. Buni bitta yengil harakat bilan mana tushiramizda, buni endi divanga aylantiramiz, kravatga aylantiramiz. Ha, o'sha hozir bu tushadi. Shunday tushiramiz mana. O, bu kravatga aylandi. Bu ustiga chiqsa sinib ketmaydimi aka? Bemalol ko'taradi. Bizda bir qoida bor. Aha. Buni yaponlardan o'g'irlaganmiz. Sifat birinchi o'rinda, lekin xavfsizlik oliy o'rinda bo'lishi kerak. Bu tushib ketmaydi, bemalol ko'taradi, katta odam ham ustiga chiqsa ko'taradi. Bu yerda ham mana tortmalari bor. Tortmalarga ham o'sha Germaniyaning o'sha Hit kompaniyasining mahsulotlaridan ishlatganmiz. Tushunarli. Haligi bu tajribadan o'tganda, agar bunga sifatsiz mexanizm qo'yadigan bo'lsangiz, bunga ichiga yuk tushganda mana tagi qiriladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun yuqori sifatdagisini qo'yamiz. Tushunarli. Uyda kichkinaroq oilalarga menimcha ideal yechim. Bu yerda dars qilib, keyin bemalol ikkita farzand uxlasa ham bo'lar ekan. Shunaqa. Kechada jimda asosan shu zo'r. Bu yerda juda ham chiroyli qizlarni, kichkina qizlar. Bu tarafda endi qizlar uchun mebel. Tushunarli. Tayyor. Bu ham o'sha g'azoda upakovkada boradi. Tushunarli. Juda ham zo'r.